Azizam, endi qulay holatda o'tirishingiz yoki yotishingiz mumkin. Ko'zlaringizni sekin yuming. Chuqur nafas oling va asta chiqarib yuboring. Yana bir bor chuqur nafas oling va chiqarib yuboring. Har bir nafas bilan tanangiz bo'shashib borayotganini his qiling. Yelkalaringiz bo'shashmoqda, yuz mushaklari bo'shashmoqda, ko'ksingiz yumshamoqda, qorningiz bo'shashmoqda va ehtimol siz hozir asta-sekin ichki dunyoyingizga kirib borayotganingizni sezayotgandirsiz. Bugun siz shunchaki dam olmaysiz. Bugun siz o'zingizdagi uchta buyuk ayol energiyasini uyg'otasiz. Siz ham qirolicha, ham ilhom parisi, ham dono ayolsiz. Va bu uch energiya birlashganda simyogar ayol tug'iladi. Simyogar ayol bu oilaning, erkagining, bolalarining, butun olamning ma'budasi. Endi qo'llaringizni tizzangiz ustiga qo'ying. Asta-sekinlik bilan bilateral ritm orqali sekin o'z mashqimizni boshlaymiz. Sekin ritm bilan o'ng qo'lingiz bilan chap tizzangizga tekib turing. So'ng esa chap qo'lingiz bilan o'ng tizzangizga tekib turing. Agar yotgan holatda bo'lsangiz, o'ng qo'lingiz bilan chap yelkangizga, chap qo'lingiz bilan o'ng yelkangizga tegib turing. Boshlaymiz. Chap, o'ng. Bu ritm bilan urishni boshlaysiz sekingina. Chap, o'ng. Bu ritm miyangizning ikki tomonini uyg'otadi va shu paytda siz faqat ovozimni tinglaysiz. Sekin asta ichki bolangiz bilan ishni boshlaymiz. Tasavvur qiling, qandaydir sehrli bir shaklda o'sha bolaligingizdagi xonada paydo bo'lib qoldingiz. Oldingizda kichkina o'sha siz, kichkina bolachangiz turibdi. Va bu qizcha sizning ichingizdagi bola. Balki u bir vaqtlar ko'proq mehr kutgan, balki u tushunishni xohlagan, balki u o'zini yetarli emas deb hisoblagan, balki u eshitilishni, ko'rilishni xohlagan. Endi unga astagina yaqinlashing. Uni jajji ko'zchalariga qarang. Uni ko'zlari mo'ltillab turibdi. Va ichingizda ayting. O'sha qizchaga qarab ayting. Men seni ko'rayapman. Men seni endi eshityapman. Sen endi yolg'iz emassan. Meni kechir. Shu paytgacha seni ko'rmadim, eshitmadim, yolg'iz tashlab qo'ydim. Sen yolg'iz emassan, endi doimo seni yoningdaman. Va shu paytda chap, o'ng, bilateral ritmingiz davom etadi. Endi yana ayting o'sha qizchaga. Sen sevgi uchun kurashishing shart emas. Seni borliging uchun qadrlaysan. Sen xohlagancha his qilishing mumkin.
Sen xohlagancha aslingdek o'zing bo'lishing mumkin. Va endi qandaydir sehrli ravishda bu qizcha o'ynab, kulib, kichkina bo'lib sizni qo'lingizda no'xatday bo'lib kirib qoldi. Va endi u qo'llaringiz bilan qalbingizga o'sha qizchani yuragingizga joylab qo'ying. Va u asta-sekin yuragingizga kirib boryapti. Va u bilan birga sizga samimiyat, tiriklik, baxt holati, noziklik, haqiqiy his qilish qobiliyati, xursandchilik qaytmoqda. Yillardir o'z samimiyatini yo'qotgan u qizcha endi sizga qaytyapti. Endi tasavvur qiling, orqangizda ulkan nurli ayol turibdi. Bu buyuk, mukammal ona arxetipi. U hukm qilmaydi. U shart qo'ymaydi. U faqat mehr beradi. Shartsiz sevadi. Uni issiq tafti sizni faqat chin mehr bilan quchadi. U sizni quchyapti. Boshlaringizni silayapti. Va siz uning ovozini eshitasiz. Sen mehrga loyiqsan, qizim. Sen qabulga loyiqsan. Seni sevish uchun sabab izlash shart emas. Sen shunchaki tug'ilishdan sevilishga loyiqsan. Chap, o'ng. Chap, o'ng. Va bu ona arxetipi sizga shafqat, yumshoqlik, haqiqiy xavfsizlik, qalb kengligi, sevgi berish qobiliyatini beradi. Endi sizda ham shartsiz sevgi berish qobiliyati bor, yumshoqlik bor. Endi ko'ksingizda iliq oltin nur paydo bo'ladi. Ichingizda ayting: men o'zimni mehr bilan ardoqlayman. Men o'zimni qabul qilaman. Men o'zimni mehr bilan ardoqlayman. Men o'zimni qabul qilaman. Va u onangizni ham endi qalbingizga joylab qo'ying. Birlashib keting. Endi oldingizda kuchli va sokin erkak timsoli paydo bo'ladi. Bu sog'lom ota arxetipi. U sizga qarab shunday deydi: seni qadring bor, qizim. Seni o'z chegaralaring bor, qizim. Sen hurmatga loyiqsan. Men sen bilan faxrlanaman. Nimaiki qilsang, sen a'lo darajada uddalaysan. Men senga ishonaman. Sen muvaffaqiyat kalitisan. Chap, o'ng. Chap, o'ng. Va bu ota arxetipi sizga ichki tayanch, kuchli umurtqa pog'onasi, qat'iyat, tanlash huquqi, yo'q deyish kuchi, o'z qadrini bilish qobiliyatini beradi. Va sizni belingiz, umurtqa pog'onangiz tiklandi. Buni his qiling. Va
pastki quyruq so'qimingizdan to tepaga qadar sizda katta bir kuch, otangizni bergan, ota arxetipidan berilgan tayanch kuchi xuddi quyma oltindek yuqoriga qarab yuryapti. Bu energiya, bu kuch qorin markazingizda kuchli quyoshga aylanadi. Endi sizni oldingizda yana bir ayol paydo bo'ladi. Bu sizning eng dono, eng yetuk versiyangiz. U shoshmaydi. U hech kimga o'zini isbotlamaydi. Uning atrofida hurmat maydoni bor. U sizga qarab aytadi: sizda ham bu kuch bor. Siz allaqachon yetarlisiz. Ha, o'sha versiyangiz sizga aytyapti buni. U hurmat bilan sizga murojaat qilyapti. Sizda ham bu kuch bor. Siz allaqachon yetarlisiz. Ja, Om. Ja, Om. Ja, Om. Va bu ayol, dono ayol sizga hushyorlik, sezgi, kuchli intuitsiya, ichki xotirjamlik, markazda qolish qobiliyati, anglash, qadriyatni beradi. Va u sizni boshingizga nurli toj qo'yadi. Bu o'sha dono ayolning donolik qirolichasi tojidir. Va bu ayol ham sizni qalbingizga, ichingizga kirib ketdi. Birlashib ketdingiz u bilan. Endi his qiling. Ichki bola qalbingiz, ona esa mehringiz, ota esa umurtqangiz, dono ayol esa tojingiz. Bu uch energiya birlashdi. Ko'ksingizda oltin nur yonadi. Bu nur kengayyapti va butun tanangizni to'ldiryapti. Ichingizda sekin asta takrorlang: men qadrli ayolman. Men hurmatga loyiqman. Men o'zimni qadrlayman. Mening qalbim ochiq. Mening umurtqa pog'onam tik va kuchli. Mening ongim ravshan. Men qirolicha ayolman. Ammo u kibrli emas, dono va mehr shafqatga to'la qirolicha. Men ilhom parisiman. Men dono ayolman. Va shu uch kuch birlashganda men simyogar ayolman. Ha, endi men hayotimda o'zim xohlagandek munosabatlarni, ishni, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarni, farzandlarim bilan munosabatlarni va tashqi olam bilan munosabatlarni qo'rqmasdan o'rnata olaman va muvaffaqiyat sari doimo va doimo qanot ochaman. Chuqur nafas oling va chiqarib yuboring. Bir necha soniya shu tinchlikda qoling. Tayyor bo'lsangiz, asta-sekin ko'zlaringizni ochishingiz va menga qaytishingiz mumkin. Simyogar ayolga hayotingiz muborak bo'lsin deyman. Mahika Club bilan birga qoling.